Do'stlar, hammaga salom. Men ismim Shuhratov Humoyun va men Amerika Qo'shma Shtatlarining Arizona universiteti talabasiman. Ushbu kanalda sizlar bilan Java dasturlash tilini noldan o'rganamiz. Kanal ochishdan maqsad sizlarga o'rgatish orqali o'zimni bilimlarimni mustahkamlash, keyinchalik Java dasturlash tilini to'liq tugatganimizdan keyin Python hamda web dasturlashga ham o'tamiz. Bugungi videoda sizlar bilan kompyuterimizga qanday qilib Javani o'rnatish va unga mos IDE, ya'ni o'sha kod yozadigan programmasini o'rnatishni o'rganamiz va undan keyingi videoda Java asoslari va asosiy Java haqida kurslar ketadi. Bo'lmasam, keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bo'lmasam, boshladik. Birinchi bo'lib Google ga kiramiz va download JDK deb yozamiz. Birinchi o'rinda bizga Oracle saytidan Java Downloads degan sayt chiqadi va bu yerda ko'rishinglar mumkin JDK 24, 23, 21 va bu Javaning o'zini versiyalari. Bizga eng oxirgi update kerak va bu JDK 24. Ustiga bosamiz va bu yerda ko'rishingiz mumkin 3 ta operatsion sistemaga qo'yib qo'ygan. Agar sizga Linux bo'lsa Linuxni tortasiz, macOS bo'lsa macOS yoki Windows bo'lsa Windowsni tortasiz. Meniki hozir macOS sistemasida va bu yerda ham 4 ta option bor. Agar sizning kompyuteringiz M chiplik bo'ladigan bo'lsa, ya'ni M1, M2, M3 yoki M4 bo'ladigan bo'lsa, mana shu ikkinchi versiyasini, ya'ni ARM64 DMG installerni tortamiz. Agar sizga Intel chip bo'ladigan bo'lsa, X64 DMG installerni tortamiz. Agar kompyuteringiz qanaqa chipliligini bilmasangiz, mana shu Apple ikonini bosamiz va bu yerda About this Mac degan joy bor. O'shani bossanglar, sizni kompyuteringiz qanaqa chipligini aytib beradi. Meniki hozir M chip, M4 Pro, o'shaning uchun biz ikkinchi option, ikkinchisini tortamiz, ya'ni ARM64 DMG installer. Ushbu linkni bosib tortib bo'lgandan keyin buni ustiga bosamiz. Bosganimizda bizda mana shunaqa oyna chiqadi va mana shu package-ni bosamiz. Continue, install va bu yerda kompyuteringizning parolini terasiz. Bo'ldi. Endi buni biz korзинаga tashlab yuborishimiz mumkin, chunki o'rnatib bo'ldik. Va shu bilan kompyuterimizga Java o'rnatildi. Va endi bizga kerak bo'ladigan narsa bu IDE, ya'ni Integrated Development Environment deyiladi. Bu degani o'sha kod yozish uchun bizga приложение kerak bo'ladi. Bu bo'lishi mumkin Eclipse yoki IntelliJ. Men o'zim shaxsan IntelliJ ishlataman, chunki bu birinchidan yangiroq, ikkinchidan sun'iy intellekt qo'llab-quvvatlaydi va uchinchidan anchagina qulay. Xo'p, IntelliJ tortishimiz uchun biz IntelliJ IDE download deb yozamiz va bizda birinchi o'rinda JetBrains sayti kelib chiqadi. Bunga kiramiz. Hop, cookiesni accept qilamiz. Bizda ikkita, bu yerda ham ko'rishinglar mumkin, Windows, macOS, Linux operatsion sistemalariga hammasiga o'zini versiyalarini qo'yib qo'ygan. Bu yerda IntelliJ IDE Ultimate degani bor. Bu pullik versiyasi. Agar student bo'ladigan bo'lsangiz, sizga 1 yillik tekinga ushbu programmani beradi. Agar bo'lmasangiz, siz bemalol mana shu o'zini Community Edition'ini tortib bemalol ishlatishingiz mumkin. Va bu yerda biz DMG Apple Silicon tanlaymiz va tortishni boshladi. Tortib bo'lgandan keyin ustiga bosamiz va buni Applications degan papkaning ichiga olib tashlaymiz. Va ko'rishinglar mumkin, bu yerda Applications ichida IntelliJ IDEA CE degan application paydo bo'ldi va buni ichiga kirsak, ochamiz. Hammasini confirm qilamiz.
allow qilamiz va bu yerda skip import qilib olishingiz mumkin yoki agarda sizda boshqa IDE'lar bo'ladigan bo'lsa, boshqa kod yozadigan prilojenyyalar bo'ladigan bo'lsa, o'shalarda o'zini temalari bo'ladi. O'shalarni siz ushbu IntelliJ IDE Community Edition'iga hamma temalaringizni olib o'tib olsangiz bo'ladi. Agar sizga bu narsa kerak emas bo'lsa, skip import qilib yuborasiz va bu yerdan new project qilamiz va bu yerda birinchi programmamizni yozamiz. Bu yerdan Java tanlaysiz, bu yerdan klassga nom berasiz va bu yerdan create deb ochamiz. Va birinchi ochganingizda mana shunaqa o'zini example kodi bo'ladi. Xohlasangiz buni o'chirib yuborishingiz mumkin yoki turishi mumkin. Biz hozircha bu mavzularga yetib kelmaganimiz uchun bularni o'chirib yuboramiz. Oddiygina hello and welcome degan so'zni biz konsolga chiqarishimiz kerak. Va bu yerda bizda class main bor va buning ichida main methodimiz bor va bu yerda barcha Java kodlarni mana shu yerda chaqirishingiz mumkin. Bu yerdan run qilamiz. Mana hello and welcome degan so'z konsolga chiqdi. Tabriklayman. Bugungi birinchi darsligimizni ham tugatib oldik. Kompyuterimizga qanday qilib Javani o'rnatish va unga mos IDE'ni o'rnatishni gaplashib oldik. Keyingi videolarimizda Xudo xohlasa Java asoslari, ArrayList, array, hashmap, hashset, barcha string, integer barcha narsasini o'rganib chiqamiz. Va yana bir marta keyingi videoni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna va videoga like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.